Nu'man ibn Bashir degan sahoba aytadilarki, onam otamdan men uchun bir hadiya berishlikni so'rab oldi deydi. Onasi otasiga qarab, o'g'limiz Nu'monga hadiya berasiz deb turibdi. Bir rivoyatda xizmatkor deganlar, bir g'ulomda aytganlar. Bergandan keyin ona shunday talab qo'yibdiki, endi buni mana shu o'g'limga bergan hadiyangizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni guvoh qilmaguningizcha men qabul qilmayman deb turib olgan. Keyin o sahoba borib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, men mana shu hadiyani o'g'limga berdim, uni onasi Ravoha menga shu farzandingga bir hadiya bering deb turib oldi. Shunda siz bir guvoh bo'lsangiz, bilib qo'ysangiz dedilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhisolam nima dedilar? Unga qarab aytdilarki, bundan boshqa farzanding ham bormi dedilar. Sahoba-i kirom, ha bor, bundan boshqa yana o'g'il qiz farzandlarim bor. Shunda Rasulimiz alayhisalom aytdilarki, unaqa bo'lsa men zulmga guvoh bo'lmayman dedi. Zulmga guvoh bo'lmayman. Sen hozir faqat bittasiga berib qolganiga bermayotganing zulm bo'ladi. Men bunaqa narsaga guvoh bo'lmayman dedi. Boshqa bir rivoyatda esa Payg'ambarimiz alayhisalom u sahobaga qarab, farzandlaringni barchasi senga birdek munosabatda yaxshilik qilishini xohlaysanmi deganlarida, ha xohlayman desalar, fala ida, unday bo'lsa bunaqa qilmagin. Ya'ni ajratmagin. Farzandlarga biriga boshqacha, biriga boshqa muomala qilishlik azizlar kelgusida farzandlar orasida hasadni kelib chiqishiga va adovatni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Kattalar bilyapsiz, hozir xuddi shu qoida buzilganligi uchun ota-ona o'lib ketgandan keyin bir ota-onani farzandi bo'lgan aka-ukalar bir-birini sudga beryapti. Uy talashyapti yoki mulk talashyapti. Otam bunga ko'proq qilgan deyapti. Yoki bu meni ham haqqim bor deyapti. Ana o'sha adolat buzilganligi uchun. Agar adolat bo'lganda hammasiga bir xil munosabat bo'lishligi lozim bo'lar edi.